Mani ismim Farida Baxtiyorovna. Taqinchoq yasash sohasida 7 yillik tajribaga egaman va Xrustal by Farida brendining asoschisi hisoblanadi. Taqinchoq yasab $100 topish uchun nechta mijozga taqinchoq sarpanabor yasab berish kerakligini hozir sizlar bilan hisoblab chiqamiz. Undan oldin esa bitta kelin nimalar olishi mumkinligini hisoblaymiz. Tilla qosh albatta har bitta kelin oladi. O'rtacha narxi 250 ming so'm. Juletka shapkacha deyarli hamma kelinlarga sotaman. O'rtacha narxi 350 ming so'm. Har xil diademalar olishadi. O'rtacha narxi 120 ming so'm. Kundalik hayotda uy ichiga taqish uchun shunaqa bodoklar olishadi. O'rtacha narxi 85 ming so'mdan boshlanadi. Nechta olishi, qanaqa ranglar olishi bu kelinning o'ziga bog'liq. Agar hammasidan bittadan olgan taqdirda ham mana shu summa kelib chiqadi. Demak, bundan kelib chiqadiki, $100 topishingiz uchun bitta mijoz yetarli. Bir oyda 3 ta kelinga yasab bersangiz $300 qo'lingizdan naqd. Bu mijozlarni topish uchun esa hunarni bilishingiz o'zi yetarli emas. Onlayn shaxsiy brend qilishni o'rganishingiz kerak. Men o'zimni Xrustal kursimda esa sizga nafaqat taqinchoq yasashni, balki shaxsiy brend qilishni va onlayn sotishni ham o'rgataman. 10-patok kursga qatnashish uchun quyidagi telefon raqamlariga Telegramdan murojaat qiling yoki Xrustal dasturiga kirib darslarni ko'rishingiz mumkin.